Bugun internetdagi eng g'alati va eng qo'rqinchli saytlarga kirib ko'ramiz va bu saytlar internetda eng pastida joylashgan va bu saytlarga siz ham bemalol kira olasiz. Va ushbu saytlarning ichida o'zi nima bor va ularning ichidan nimalar chiqib keladi? Ekranga yaqin o'tirib olinglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Demak, bugungi videomizni biz boshladik. Birinchi kiradigan saytimiz ye.info. Mana shunaqa uzun bir g'alati nomli sayt ekan. Hozir kirib ko'ramiz, ichidan nimalar chiqadi. Xo'p, saytga kiramiz. Birinchi bo'lib welcome to my world degan anaqa chiqib keldi, yozuv chiqib keldi. Xo'p, ichidan nima chiqar ekan? Ichidan har xil yozuvlar, jifkalar, tushunarsiz yozuvli sayt. Shalklash turib tashlagan, bilmayman g'alati. Xo'p, pastroqqa tushamiz. Nimadirlar aylanib yotibdi. Undan tashqari saytda o'rtalarida har xil boshqa joylarda yashirin linklar bor ekan. Mana kirib ko'rishga harakat qilamiz, bosib ko'ramiz. Xo'p, saytni ichidan ochdim. Mana hech narsa chiqmadi. Yo'q, qop-qorong'i ekran. G'alati. Ana endi o'zga sayyoraliklarni, uchar likopchalar haqida ma'lumot beradigan saytga kirib ko'ramiz. Bu sayt ayniqsa o'zga sayyoraliklar mavzusiga qiziqadiganlar uchun juda zo'r sayt. Hozirgi paytgacha bo'lgan o'sha o'zga sayyoraliklar haqidagi ma'lumotlarni shu saytga joylashtirishgan. Ularning shu ma'lumotlari, videolari bor. Masalan, mana bittasini videosi bor ekan. Uchar obyekt uchyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, buni samolyotdan olishyapti, hamchi. Uchar obyekt. Voy, ko'zim yoshdan ketib qoldi. Xullas, har xil videolar bor ekan, yana nimalar bor ekan? Yana bittasini ko'ramiz. Mana samolyot. Oppa. Ko'rdinglarmi? O'tib ketdi. Mana samolyot. Xullas, mana shunaqa videolar bor buning ichida. O'sha qaysi joyda bu o'zga sayyoraliklar kelgan, qanaqa tarzda olingan, yana qo'shimcha ma'lumotlarni mana shu saytdan topsangiz bo'ladi. O'zi umuman olganda bu saytda yana shu har xil ilmiy bo'lgan maqolalarni ham topish mumkin. Ana endi hozir sizlar bilan yana bitta qo'rqinchli saytga kirib qolamiz. Bu qo'rqinchli sayt Yaponiyadagi tashlandiq orol haqida, Hashima orol haqida. Aynan shu orol bo'ylab sayohat qilsangiz bo'ladi sayt orqali. Enter the Forgotten World degan linkka bosasizlar. Okey, bosamiz. Bu saytda ovozi ham bor, bananlashtirib olsak bo'ladi. Har xil qo'rqinchli muzikalar. O'ng tarafda saytda lokatsiyalar bor ekan, o'sha orol lokatsiyalari va chap tarafda start degan joy bor. Bu startni bossanglar, birdaniga boshlanib ketadi. Lokatsiyadan har xil joyga o'tsanglar bo'ladi. Orol, men turibman, qanaqadir port, xuddi shu videoni to'g'ri rasmlarni olgan odamni o'rni. Strelkaga bosadigan bo'lsangiz yuriladi. Biz mana shunaqa yurib, anaqa orolni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Juda qanaqadir ranglari, effektlari bilan qo'rqinchli qilib ko'rsatilgan, lekin aslida unaqa narsa emas. Bilmayman nimaga bu orol tashlandiq bo'lib qolgan. Menimcha bu orol katta ehtimol mana yonib ketgan yoki qanaqadir bombardimon bo'lgan, bomba bilan ikkinchi jahon urushi paytida, meni fikrimcha. Xullas, saytdan foydalanib ko'ringlar. Mana shunaqa tarzda yurib, strelkadan bosib, orolda aylanib chiqish mumkin. Qo'rqinchli o'yinlarni maza qilib o'ynaganlar uchun sizlarga zo'r bitta narsa topib qo'yganman. Videoni shu joygacha ko'rib, hali ham like bosmagan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying. Hozir ko'rsataman. Bunaqa o'yinlarni o'zi kechasi o'ynash kerak, shunaqasiga zo'r adrenalin beradi. Hop, uy chiqib keldi, chaqaloqni shu yotog'i. Bitta ona bo'lgan ekan, qanaqadir ona o'lgan. Biz qanaqadir yechim topishimiz kerak ekan, bitta topishmoq. Bola o'lgan. Bola bor ekan, 5-2 bossanglar bola o'lgan ekan. Qotil menimcha o'yna oldidagi. Yeah, shit. Kallasi var ekan, to'xtang. Xullas, hamma joyga bosib chiqdim, mana bu o'yinni yaxshilab o'ylab ko'rib chiqish kerak ekan, joylarini, har bir qismlarini. Staggering Beauty degan sayt bor ekan. Xo'p, kirib ko'ramiz. Bu o'yin mana shunaqa iloncha bo'ladi. Ilonchani siz qimirlatadigan bo'lsangiz, muzika chiqadi. Qorong'ida o'ynasanglar, ko'zinglar shunaqangi dabdala qiladi, lekin bu o'yin. Xo'p, keyingi saytga kirib ko'ramiz. Bu Subculture degan sayt, virusga o'xshagan sayt. Hozir mana saytga kirdim. Saytga kiradigan bo'lsangiz, sizlarda oynaga, ya'ni oyna ochishga ruxsat so'raydi brauzeringlardan. Hop, allo bosadigan bo'lsam, qanaqadir ayoq. Voy, kompyuter qotirib qo'yar ekan. Voy, kompyuter qotirib. Voy, plus oyna ochishga ruxsat bersanglar, sizlarning saytinglar mana shunaqa oynani ochib tashlaydi, har xil bo'lmaqul narsalar bilan xuddi virusga o'xshaydi, yopsanglar ham ochilaveradi. Agar dunyoda umuman mavjud bo'lmagan odamni ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana shu sayt sizlarga yordam beradi. Bu saytda siz yer yuzida umuman bo'lmagan odamlarni ko'rishingiz mumkin, rasmlarni. Juda g'alati sayt. Xitoydan olgan deyishingiz mumkin bu rasmlarni. Bu odamlar o'zi yashaganmi, haqiqatda yoki yo'qmi? Yer yuzida yashamagan, tug'ilmagan odamlarni rasmini
ko'rishingiz mumkin. Juda har xil facelar, har xil davlatlarning yoshi kattalar ham bor, yoshi kichkinagina ham bor, kichkinagina qizchalar ham bor. Juda g'alati sayt. Xo'p, keyingi saytimiz You Are an Idiot degan sayt ekan. Sen ahmoqsan degan ekan. O'zbekcha tushuntiradigan bo'lsa, xo'p, nima qilish kerak ekan? Bu sayt bitta sahifadan iborat. Bosib ko'ramiz. Voy, konturim qotib qoldi, konturim qotib qoldi. Mana sizlarga aytdim, hali mana shunaqa virusli saytlar bo'ladi. Bitta sahifaga bossanglar, ochib tashlaydi. Chet elda bolalar, qizlar bilan tanishish uchun saytlar bor. Tanishuv saytlari va shunaqa saytlardan bittasini topdim. Amazon Dating degan sayt ekan. Bu yerda mana xuddi internet do'konga o'xshab odamlarni rasmlarini qo'yib qo'yishgan. Ularning yoshi, narxi, kulgili, yumorli sayt qilib qo'yishgan. Misol uchun mana Amy degan qiz bor ekan, $59 ekan. Kiradigan bo'lsangiz, Amyning yoshi, uni rasmlarini ko'rishingiz mumkin. O'zi haqida ma'lumotlar joylashtirgan. Metin degan bola bor ekan, buni ham rasmlarini ko'rishingiz mumkin. Bunda tushgan 37 yosh ekan, narxi $10. Buy now bosadigan bo'lsangiz, place order yana bitta bosadigan bo'lsangiz, prosta sotib oldingiz, rahmat degan yozuv chiqarar ekan. Keyingi saytimiz esa Beauty in Chaos. Saytni nomidan ham bilishingiz mumkin, tartibsizlikdagi chiroyli degan ma'noni bildiradi. Bilmadim, saytga kiradigan bo'lsangiz, sayt sizga har xil g'alati tekstlarni chiqarib beradi. Saytni yengiladigan bo'lsangiz, tekstni ko'rinishi ham o'zgaradi. Va tekstda oxirida mana shunaqa link yashirilgan bo'ladi. Linkka bosadigan bo'lsangiz, sahifaning ichidan sahifaga kirib ketaverasiz. Hello degan yozuv chiqdi va qanaqadir g'alati rasmlar. Bilmadim, ma'nosi nima, men vaqtga tushunmadim. Rasmga bosadigan bo'lsangiz, sizdan I am pain, ya'ni men og'riqdaman degan tekstni chiqarib beradi. Yana unikidan rasm. G'alati, juda g'alati sayt. Ma'nosi yo'q bo'lgan saytlarni davom ettiramiz. Keyingi saytimiz bizda gandalf.com degan sayt. Bizda mana shunaqa oyna to'g'rog'i devor paydo bo'ladi. Qanaqadir xona, devorli xona, o'rtada qanaqadir bilmayman, qizimi, maxluq rasmi bor. Agarda unga bosadigan bo'lsangiz, rasm yaqinlashadi va Gandalf is busy, please go away degan tekst chiqargan. Gandalf mana shu rasmdagi qahramon, meni fikrimcha. Va eng qizig'i, bu sayt 22 yildan beri ishlar ekan. Men internetdagi arxivlarni tikrab qarab ko'rganimda, sayt 1998-yilda ishga tushgan. Eng qizig'i 21-yanvar kuni. Xo'p, sayt haliga ishlab kelsa, bu saytdan maqsad nima? Nimadir maqsad bo'lishi kerak. Bir g'alati, yechimi topilmagan narsaga o'xshaydi. Agarda ma'nosi yo'q g'alati saytlardan zerikkan bo'lsangiz, endi o'yin ko'rinishidagi saytlarga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu albatta Elastic Man degan sayt. Saytda mana shunaqa odamni boshi turadi. Agarda siz mishkani saytda har xil qismiga olib boradigan bo'lsangiz, odamning ko'zi aylanadi, mishka bo'ylab unda qaraydi. Va agarda siz mishkani ushlab turib yuzidan tortadigan bo'lsangiz, bu odam elastik sifatida cho'ziladi. Qaraylik, mana tortib ko'ramiz. Juda zo'r narsa. Ana anti-stress sifatida saytdan foydalansangiz bo'ladi. Asabiylashib turgan paytingiz, yana tortadigan bo'lsangiz, har qanaqa tarafga tortiladi, ko'zlari chiqib ketib qoladi deydi. Umuman zo'r narsa, effektivniy qilib ishlangan. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, sizlarga bu video qiziqarli bo'ldi. Bu video orqali men qanaqa foydali ma'lumot bera olmayman. Lekin internetda ham shunaqa qiziq, noodatiy, qanaqadir ko'pchilik bilmagan narsalar haqida ham sekin video qilmoqchiman. O'zi o'tgan safar Darknet haqida ikkita video chiqargandim. Ko'pchilik yaxshi fikr bildirdi. Va shu sababli men shunaqa internetdagi g'alati joylar, internetdagi g'alati saytlar haqida ham videolarni chiqarmoqchiman. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga hali ham podpiskani bosib, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.